Keyingi masala haqida gap ketyapti. Mana keyingisi romb. Geometriya ABC'da romb berilyapti. A y'ni mana A y'ni y bo'lgan nisbati 1/5. Demak, mana bundan bu 5 barobar katta deganda. Demak, bu 5 ildiz ostida 5 bo'lsa, mana bu joy nima bo'ladi bu joy? Ha, bu joy 5 ildiz ostida 5 bo'ladi. 5 barobar katta bo'lgandan keyin 5 ildiz ostida 5. 5 ildiz ostida 5 bo'ladi. Xo'p. Umumiy rombning tomoni 6 ildiz ostida 5 ekan. 6 ildiz. BF ni F'siga nisbati 1/2 deyapti. Qani BF? BF ni F'siga nisbati. Umumiy rombning tomoni ildiz ostida 5, 5 ildiz ostida 5 bo'lsa, o'pcha 6 ildiz ostida 5 bo'ldi. 1/2 nisbatda bo'lish uchun endi mana bu yer demak 2 ildiz ostida 5 bo'ladi. Bu yog'i 4 ildiz ostida 5 bo'ladi. Bu oddiy, to'g'rimi? Keyin aytayapti nima? AH ni H degan, AH ni H degan nisbati 1/2 deyapti. Qani u? AH ni H degan nisbati. Bu ham shunday. Demak, mana bu yer ham, mana bu joyimiz ham 2 ildiz ostida 5, mana bu yer ham 4 ildiz ostida 5 bo'ladi. Keyin CG GDga teng deyapti. CG GDga. Mana bu ikkovi teng. 6 ildiz ostida 5 edi-ku, romb tomon, 4 ta tomoni ham teng. Bu tomonlar demak nima bo'lib bo'linadi? 3 ildiz ostida 5 bo'lib bo'linadi. 3 ildiz ostida 5 bo'lib bo'linadi mana. Xo'p, mana shunaqa bo'linsa, savolni qarang endi. Mana bu yer ildiz ostida 53 bo'lsa, ha? Sinus FGC ni, FGC. Mana burchakning sinusini topishimiz kerak ekan. Ana shu burchakning sinusi. Hamda mana bu ko'k yuzani EIH. Mana bu ko'k yuzani topishimiz kerak. Hech bolaga o'xshamaydi. Lekin biz uni o'xshatamiz. Qanday qilib? Men kecha sizga uyga vazifa bergandim. Esingizda bo'lsa, mana bunaqa trapetsiya bo'lganda o'rta chiziq bo'lmagan bitta chiziqni uzunligi qanday topiladi deganda aytdim. M ni B ga ko'paytirasiz, N ni A ga ko'paytirasiz mana tepasiga va bir-biriga qo'shib turib M plus N ga bo'lib yorsangiz kelib chiqadi degandim. Mana o'shani isboti bu. Uchburchakkacha to'ldirib yubordik. To'ldirib yuborgandan keyin o'xshash uchburchaklardan foydalandik mana. Mana bu yer K bo'lsa, ha? Va ketib qoldi. Xafa bo'ldimi? Xafa bo'ldi. Keldi. Hop. Bo'ldimi? Bo'ldi. Mana K ni A ga nisbati, yon tomonining asosiga nisbati, K plus M ni, bu ham yon tomonining asosga S ga nisbati, keyin K plus M plus N polniy yon tomonining B ga nisbati bir-biriga teng, oddiy proporsiyalardan S teng AN plus BM taqsim M plus N ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni mana bu chiziq tepani pastga ko'paytirdik, pastni tepaga ko'paytirdik, qo'shdik, yon tomonga bo'lib yorsangiz bu chiziq kelib chiqadi. Bo'ldi. Buni qayerda ishlatamiz biz degan joyiga mana bu yerda ishlatamiz. Ketdik. Masalani yechishni boshladik. Birinchi burchakni topishdan boshlaymiz. 53 4 ildiz ostida 5, 3 ildiz ostida 5 ekanligini mana bu yerda aytib o'tdim, to'g'rimi? Mana 4 ildiz ostida 5 ekanligini chiqardik. 1 2 nisbatda 3 ildiz ostida 5. Mana bu ikkita kesma tengligidan 3 ildiz ostida 5, 4 ildiz ostida 5, ildiz ostida 53 bo'ldi-ya. Mana shundan foydalanib biz mana bu yerga nimani yozdik? Kimdir yozgan ekan izohlarda kosinslar teoremasi deb. To'g'ri. 53 4 ildiz ostida 5, 3 ildiz ostida 5. Kosinslar teoremasini yozsak, kosinus teng 3/5 ekanligi oson chiqadi. Bundan sinus teng 4/5 ekanligini bilib olamiz. Topdik. Masalaning birinchi qismi yechildi. Sinusi topildi. Endi mana buning yuzasini qanday topaman? Buni yuzasini boyaga aytganimda mana S ning uzunligini topib olishimiz kerak bo'ladi bizga. S ning uzunligi. S ABC'da polniy rombning yuzasi nimaga teng bo'lyapti? 6 ildiz ostida 5 tomonining kvadrati, ha? Ikkita tomon ko'paytmasi parallelogram yuzasi shunday topiladi. Ikkita tomon ko'paytmasi orasida burchak sinusi. Romb ham parallelogramda. 6 ildiz ostida 5 ning 6 ildiz ostida 5 ga ko'paytmasi va sinus. 6 ildiz ostida 5 sinus fimiz demak 36 ko'paytirib 5 bo'ladi, ha? Keyin 4/5 ga ko'paytirsak, ildiz ostida 5larning ikkitasi 5 bo'lib qisqarib ketadi. 36 kare 4 144 bo'ldi. Mana shu endi mana bu yerda bunday balandlik tushirsam, mana bu yerdan shunday balandlik tushirsam, o'sha balandlikda h desam mana. H desam. 6 ildiz ostida 5 ko'paytirilgan h ga tengmi? Bu ham kerakda hozir menga h kerak. Bu yerdan h ni topib qo'yaman. 6 ildiz ostida 5 ni 144 taga bo'lish qilib tushirib olsam, 6 bilan qisqaradi, 24 taqsim ildiz ostida 5 bo'lar ekan. H ni topib qo'ydim. Bu nimaga kerakligini hozir ko'rsataman. S ni topdik-a? S ni qarang. 2 ildiz ostida 5 ni 3 ildiz ostida 5 ga ko'paytiryapman. 4 ildiz ostida 5 ni ildiz ostida 5 ga ko'paytiryapman va mana bu yonidagi 6 ildiz ostida 5 ga bo'lib yuboryapman. 5 ildiz ostida 5 taqsim 3 chiqyapti.
Mana bu yuzani topayapman qarang. Bu yuza uchburchakka, to'g'rimi? Uchburchak yuzasi. Uchburchak yuzi nimaga teng? Uchburchak yuzi nimaga teng? Uchburchak yuzi 1/2 asosi shu asosga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. 1/2 bor. Asosi s. Ha? Endi balandligi, mana bu umumiy balandlik h bo'lsa, mana bu tomon 6/5, mana bu joyda parallel, ikkita parallel chiziq-ku mana bu. Mana bu. Bu yer ham 2/5 bo'lgandan keyin bu parallel bo'ladi-da. Ikkita parallel chiziqning 3dan 1 qismida qatnashyaptimi? Mana bu yerda mana. Mana bu yerdan ham bitta parallel qilsam, h ni teng 3 ga bo'lyapti. Demak, h taqsim 3. Bizning uchburchagimizning balandligi h taqsim 3 ga teng. 1/3 h. Xo'p, ketdik. 1/2 ni qo'ydim. S ni topganman 5/5 taqsim 3. 1/3 o'z joyida, h ni topib qo'yganman. Mana 24/5. Va bularni hisoblasak nima bo'ladi? 2 kara 3 6, 24 bilan qisqarib 4, 4 kara 5 20. 5/lar ketdi, pastda bitta 3 qoldi. 20/3. Shu bilan masala hal bo'ldi. Demak, javobi nima bo'ldi? Javobi qayerga yozishimiz kerak edi? Yozib o'raylik-da. Mana. Sinusimiz birinchisining javobi sinusimiz 3/5 chiqdimi? 4/5 chiqdimi? 4/5. 4/5. Va yuzamiz nima chiqdi? 20/3 chiqdi.